2020-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomobili. Xo'p, mexanika perdachida ekan, mashinani kraskasi ham unaqa ko'p emas ekan, bor ekan. Mana shu ikkita fari shishasini almashtirib olsak, zo'r holatga keladi. Mana shu yarmida petno ekan, mana shu krilo sepilgan ekan, keyin bagaj qopqog'ida kraskasi bor ekan. Mana shu eshigida ham ozgina yatinasi bor, parokida ham yatinasi bor ekan. Shu parok ozgina ezilgan, shunaqa ko'rinib turibdi o'zi. Xo'p, gazlargacha bor. Ravon kompleksiyasi shu, Ravon pozitsiyada. Ketganda mana faradni almashtirib olsak, yaxshi holatga keladi. Balon holati o'rta, yomon emas, yaxshi ham emas. Xo'p. Gazlargacha bor, 210 ming yurgan, konditsioner hamma narsasigacha ishlab turgan ekan. Bemalol ko'rib tekshirib olsangiz bo'ladi. Yaxshi holda taqib qo'yishgan. O'sha aytgandek gaz 6 oygacha gemoglobinni berishar ekan. Yutilgan tayyor mashina, shu bagaj qopqog'ida bor ekan, aniq joyda ham yatinasi bor ekan. Aytgandek men bitta ikkita yatinasi bor. Olib mazza qilib haydashingiz uchun Cobalt mexanikani sizlarga 6850 ga beramiz, bosib olinglar.